Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugansk shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90 kod bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlarga joy yozdiringlar. O'zbekistondan esa Rossiyaning juda ko'plab shaharlariga qatnayapti avtobuslarimiz. Quyida aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'zingiz uchun joy yozdirib qo'ying. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringlar uchun rahmat.